Torch infeksiya. Torch infeksiya deganda hamma vahmaga tushadi. Voy deydi. Lekin torch infeksiya kirib bormagan birorta uy bo'lmasa kerak. Hali shu so'zni eshitmagan birorta xonadon bo'lmasa kerak. Chunki homiladorlikda ham, homiladorlikda birinchi 3 oyligida ham torchga topshir, keyin seni uchetga olamiz deb aytadi. O'sha uchun ham torch deganda hamma sohada bo'lgani uchun ham ko'proq odam tushunadi va mana shu ko'p odam chalkashlik bo'ladi. Torch deganda vahima bilan qaraydi. Doktor, menda torch deydi. Yoki keladi, doktor, birinchi bolamni torch bilan tug'dim deydi. Men aytamanki, voy dod deyman, vahimasi yo'q uni desam, yo'q, meni tekshiring. Men yana homilador bo'libman. Men torchimni tekshiring. Keling, men shu savollarga yechim topish uchun men har doim birinchi o'rinda torch o'zi nima? Vahimami? Hamma aytganday vahimali narsami? Shu haqida to'liqroq ma'lumot berish uchun bu videoni olishga qaror qildik. Demak, torch infeksiya asosan T harfi bu toksoplazmoz degani. Toksoplazmozda ko'pincha bizada vahima bilan kelishadi. Ayollarda chiqsa, eringni tekshir, eringdan. Yo'q, bu xato fikr. Toksoplazmoz hayvondan odamga yuqadi. Odamdan odamga yuqmaydi. Hayvondan odamga xom go'shtlar orqali o'tadi. Xom go'shtlar masalan qanaqa? Chuchvarani mazasini ko'rdik yoki bozorlarda yurimiz chala pishgan lavashlar deyman. Yaxshi ber, hammamiz mana ham och qolgan bo'ladi. Ko'p kiradi lavash. Men o'sha joyda bozorda lavash yemanglar, chunki pishirishga ulgurmaydi. Hali pul o'lsin, pul deydi-yu, qator turadi-da, tars kesib beraveradi. Ketib qoladi. O'sha uchun ham toksoplazmozda keyin ko'proq mushuk kuchuklarning terisida bo'ladi. Bu ko'proqda anaqa junida bo'ladi. O'sha uchun toksoplazmoz asosan hayvondan odamga o'tadi. Buning eng katta vahimali joyi ko'rlikka olib keladi. Qaytmas jarayon. Ko'zda zreniya pasayib ko'rlikka olib keladi. Bu eng og'ir anaqalardan biri. O'sha uchun ham oftalmologlar asosan menga toksoplazmoz bilan patsient rosa jo'natishadi, chunki ular o'zlari ko'rganlarida toksoplazmozni bugaryoklarni ko'rishadi. Albatta infeksiyangizga bor deyishadi. Demak, toksoplazmoz homiladorlikda ko'pincha tekshirganda bizada G formasini ko'rib qolishadi. Mana shu joyda bitta urg'u berib ketmoqchiman. Torch infeksiyasi ikki xil tekshiriladi. Qonda va qinda. Ayollarda qinda, erkaklarda uretrada. Ya'ni qonda bu infeksiya hozir bormi? Mana 1 oy, 3 oy hammasi har xil yashaydi. Hozir bormi yoki qachondir bo'lib o'tganmi? Bu nimaga torch infeksiyaga nisbatan immunitet bormi? Qachondir yuzlashib, uchrashib yana immunitet paydo bo'lganmi? Aytadigan analiz qonda immunoglobulin M hozir bormi? G qachondir bo'lganmi? Va 3-analiz qon tekshirishda avidnis deyiladi. Avidnis bu hozirgi infeksiya eskimi, yangimi? Ana ko'pincha menda mana bunaqa MG degan joyda doktorlar bilan o'zaro urushishimiz bo'lib qoladi. Ginekologlar aytadi, "Doktor" deydi. Ha desam, torch infeksiyani juda ko'pi 1 oy, 2 oy yashaydi. Bola nobud bo'lganda, iyunda nobud bo'ldi, bizga dekabrda keladi. 6 oy oldin nobud bo'luvdi. Endi tekshirib bering deb. Xo'p, u M forma o'tib ketdi, G ga o'tadi-ku. To'g'ri. Har qanday torch infeksiya faqat toksoplazmoz 1 yil turadi qonda. Qolgan hammasi 1 oy, 40 kun, 2 oy xiliga qarab, undan keyin G ga o'tadi. Ana o'sha o'tgan paytdagini qachon o'tganligini aytadigan analiz bu avidnis. Bu infeksiya eskimi, yangimi? Ya'ni avidnis bu mana birinchi qancha baland bo'lsa shuncha yaxshi. Ancha yil oldingi deydi. Qancha yaqin bo'lsa bu mana yaqinlashib kelgan bo'ladi. Chunki torch infeksiya M bu o'tkir forma. Undan keyin sekin M ketadi, G ga o'tadi. G sekin bog'langan, demak yaqinda bo'lgan, sekin yil o'tib immunitet ko'tarilgan sari bu ko'tarilib baland bo'lib boradi.
O'sha uchun biz aytamiz, torch infeksiyani M yo'q, G chiqdimi, bitta avidnis shikoyatlardan ko'rsak, har doim men avidnisga tayanaman. Avidnis bizga aniq aytib bera oladi. Bu eski infeksiyami, yangi infeksiyami? Bu qon haqida gapirdim. Ikkinchisi qin. Qinda virusni o'zini DNKsi ushlanadi. DNK. Men har doim aytaman, qinda 12 ta infeksiyani ko'raman, 6 ta saniki, 6 ta eriniki deb beraman. Chunki shunaqa infeksiyalar bor, bu erkakning o'ziga spetsifik, erkakka mos infeksiyalar bor. Ayolda qanida qayerdan paydo bo'ladi? Albatta qo'shilganda paydo bo'ladi. O'sha uchun ham kelinglar demak, chunki ilmiy ishimda juda ko'p qiynalganman, meni biladi. Odamlar juda 6000 tadan ko'p xotinda infeksiya tekshirganimda ayollardan alohida olardim, erkaklardan alohida olardimda uretradan olardim. Uni shotkasi bor, hali butilka yuvadigan shotkani kichkinasi turadi. Olganimizda erkaklarda endi yot jism kirdi-ku, shishib ketib, erkaklarda 3 kungacha yig'lab, hali gapirib, faqat doktorini onasini deb so'kirgandan onam telefon qildilar, bolam iltimos shu doktor anaqa patsientlarning juda ko'p so'kvardi, shu yo'lini topgin deganlarida o'tirib o'qib shuni topdimki, ayolda infeksiyalarda hali ko'rganimda, voy mana bu erkakdan chiqadigan infeksiya ayolda yuribdi. Keyin sekin shu yigitlarimiz meni so'kayvermasin, urushmasin deb ayollardan olishga yo'lga qo'ydikda. Yaxshi, albatta bizga o'zini ko'rsatyapti. Chunki har doim infeksiya o'zini ko'rsatadi. Demak, toksoplazmozga qaytadigan bo'lsam, chunki torch infeksiyadagi T harfini biz qilyapmiz. Torch infeksiyadagi toksoplazmoz hayvondan odamga yuqar ekan, odamdan odamga yuqmas ekan va uning eng yomon asorati ko'zda qaytmas jarayon. Homilador ayol bo'lsa, bola nobud bo'lishi. O'sha uchun bizda ginekologlarimiz juda ham qo'rqadi. Endi keyingisi T dan keyingi O harfi. O harfi bu boshqa 200 ta infeksiya mana shu yerga kiradi. 200 ta gepatit B, C, VIH, RV, sifilis, xlamidiya, uriya, jamiki ana shu O so'zida shunchalar ko'p infeksiya turadi. Biz sanab chiqqanda 212 ta infeksiyani sanaganmiz. Mana shu joyda ozgina mujmallik kelib chiqadi. Bu torch degan joylari kelib chiqadi. Ya'ni buni yuqish yo'llari bir odamdan odamga degan joylari kelib chiqadi. Asosan og'izda bu yerda odamdan odamga yuqadigan qon orqali, jinsiy aloqa orqali, hattoki so'lak orqali ham yuqadiganlari bo'ladi. Keyingisi demak R harfi. Mana shu joyda ham juda ko'p qiyinchilik bor. Ya'ni rubella, qizilcha degani. Ko'pincha biza homiladorlarda tekshirganimizda rubella G chiqadi. Vohima bilan kelishadi. Voydod, tez infeksiyangizga bor. Sanda qizamiq qizilcha chiqdi deydi. Keladi, hech qanaqa toshma yo'q. Men aytaman, nima qilibdi? Sizda immunitet bor ekan. Chunki rubella, qizamiq qizilcha, aytadigan qizamiq bir marta bo'lsa ham chiqarish kerak, bo'lmasa qabristonda ham chiqarish kerak degan gap eshitganmiz-ku. Xuddi shunaqa qancha yoshlikda bo'lsa bu yaxshi. Yoshlikda bo'lib o'tgani yaxshi. Demak, o'sha uchun biz olamizda ko'pchilikda emlaymiz. Nimaga emlashlarni olinglar deyman. O'sha kasallikni suni yuqtirib, yengil o'tkazdirib olamiz biz. Agar siz o'zingiz bo'lsangiz, immunitetingiz qanaqaligini bilmayman, uni qanaqa o'tib ketishingizni bilmayman. Lekin nima bo'lganda ham agar yoshlikda bo'lsangiz, biz qo'rqmaymiz. Qizamiq qizilchani shunday qaraganda hali toshmalaridan bilamizda. Men hayron qolaman. Ginekologlar rubellani G formasini ko'rib vahima qilganda aytaman, nimaga? Demak, infeksiyaga sal tushunchasi kam deb aytaman. Endi hamma o'zini bo'lagini o'qib ketganda, hali aytganimda 2 yil, 7 yil VOPda o'qigandan keyin 2 yil faqat ginekologiya, qolgan narsaga qaramagan. Boshqa joylar esdan chiqdi. Oxir 7 yil o'qidi. 7 yil VOP o'qitilganda infeksiya o'qitilgan. O'shanda ham aytilgan infeksiya. Endi shu joyda sal o'tib ketgan bo'lishi mumkin deb kulib qo'yaman-da. Demak, agar rubella sizda G forma bo'lsa, vahimaga o'rin yo'q. Ya'ni siz
qachondir yoshligingizda qizamiq qizilcha bo'lgansiz. Lekin rubellani M formasi bo'lsa, uni davolash kerak bo'ladi. M forma isitmalar, toshmalar bilan bo'ladi. Albatta uni davolash kerak. Demak, torchdagi keyingi H harfimiz bu gerpes, ya'ni uchuq degani. Uchuqda ikki xili bor. Yuqori nafas yo'llariga chiqadigani bor, ya'ni VPG1 deyiladi. Yuqori, masalan, ko'z shili juda ko'p uvid degan kasalliklar borda. Hali ko'zni shamollashlari ko'p. Ko'z qizarib qolishlari, konjunktivitlar, mana shularning sababchisi sifatida biz yuqori nafas yo'llaridagi uchuqni shu turiga qilamiz. Uchuqda shunaqa xususiyati bor, bitta joyga chiqishni boshladimi, bitta o'shadagi nervga o'tirib oldimi, sal eti junjiksa ham chiqaveradi. Immunitet tushsa bo'ldi. Immunitet tushsa, qo'riqchilar yo'q deydi, yugurib o'zi chiqaveradi va bitta chiqqan joyda chiqaveradi. Labda bo'lsa mayli, ko'zda ichiga chiqishni o'rganib olsa, juda ham oftalmologlarimiz qiynaladi. Bemorda o'zi ham sal eti junjiksa ham ko'zning ichida chiqib ketaveradi. Uning uchun unaqa bemorlarni juda ko'p menga yuborishadi. Biz albatta uni immunitet, birinchi asos urg'u immunitetga beramiz. Immun sistemani ko'tarishim kerak. Immun sistema ko'tarish uchun umuman hech qayerda shamollashib bo'lmasligi kerak. Demak, shamollashni olib tashlash kerak bo'ladi. Bu gerpesning birinchi turi haqida gapiryapman. Bor gerpesning ikkinchi turi. Ikkinchi turi bu beldan pastga, ya'ni jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiya. Bu ko'pincha albatta jinsiy aloqadan keyin yuqadi. O'sha uchun ham mana shu joyda bola nobud bo'lishlar bizga olib keladi. Undan keyingisi sitomegalovirus. Sitomegalovirus bu asosan so'lak orqali yuqadi. Ya'ni biz ko'pincha o'pishish kasali deb ham nom berganmiz. Chunki hozirgi kunda sitomegalovirus yo'q odam juda kam. Men o'zimni praktikamda ham, ilmiy ishimda ham juda ham mana shu joyda qiynalganman. Sitomegalovirusda M formasi bor, G formasi bor. G formasi yo'q odamni topish qiyin. O'sha uchun ham M forma bo'lsa albatta davolash kerak. Demak, sitomegalovirusda asosiy yeydigan ovqati chaqaloq deyman. Homiladorlarda sitomegalovirus bo'lsa, bola nobud bo'lishi bilan keladi yoki gidrotsefaliya bilan. Agar erkaklarda yoki hali homilador emas, bizga o'xshaganlarda bo'lsa, holsizlik, charchash, immunitet tushib ketishi juda ham ko'p xronический усталость deymiz-ku, ana shu narsalar beradi. Demak, men o'ylaymanki, bugungi videomizdan ozgina bo'lsa ham o'zingizga ma'lumotlar oldingiz. Agar torchi infeksiya bilan sizda yana ham qanaqadir muammolar qolgan bo'lsa, fikringizda yo o'zingizda bo'ladigan bo'lsa, klinikamizga murojaat qiling. Bizda har bitta vrachimiz torchi infeksiya haqida juda to'liq ma'lumotga ega. Chunki bu klinikada men o'zimni jamoamni yig'ganman. Bu yerda meni maktabim, men xohlaganday lecheniyalar olib boriladigan, men xohlaganday kliniskiy moshleniya qiladigan doktorlarni yig'ganman. Manzilimiz Toshkentda, algoritmda. Qabulimga yozilish albatta zapis orqali. Sizni kutamiz.